Telefoningiz iPhonemi? Bo'lmasa efir qilib bo'lmaydimi? Telefoningiz iPhone bo'lsa Stream Chat degan ilova bo'lishi kerak. Va siz mana bunaqa qilib to'g'irlab, mana shuni ekraningizga ulanadigan qilib, mana bu yoqqa o'tkazib, uni sal pastroqqa tushirib bo'ldi. Uni ham sal pastroqqa tushirish kerak. O'rta mana endi siz mana shu bosishingiz kerak aktivniy so'zlar translyatsiya. Endi siz nomini yozish kerak. Masalan, men Kramiz deb qilaman yoki Hammaker deb qilaman. Va shunda boshlaganingizdan keyin men masalan Hammaker so'zlat translyatsiya so'zlat mana shuni bosaman. Boshlashda mana bu остановить запись emas, erta начать translyatsiya bor. Men просто buni foto qilyapman. Va mikrofonni qo'shish, agar qizilcha bo'lsa qo'shilgan bo'ladi mikrofoningiz. Agar o'chirsangiz qoracha bo'ladi.